Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 28-fevral 26-yil. Seriy svet zar quroq nusxa baxmalimizdan 10 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 10 ta yostiqlarimizni ichki qoplariga paxta solindi. Mana paxtalarimiz sifatini ko'rishlaringiz mumkin. Qo'limga ham yirtilib qolmaydi mana. Bu zakasimizdan qarovul bozorga chiqargandim. Eslaringizga bo'lsa, faqatgina uni po'pagi oranjeviy edi. Bunaqa edi. Buni po'pagini almashib bilinib turishi uchun, boshqa zakasligi bilinishi uchun mana seriy svet qo'ydim. Nasib bo'lsa, tayyor bo'lgan holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Ertadan bu zakasimizni tikishni boshlayman. Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 28-fevral 26-yil. Seriy svet zar quroq nusxa baxmalimizdan 10 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 10 ta yostiqlarimizni ichki qoplariga paxta solindi. Mana paxtalarimiz sifatini ko'rishlaringiz mumkin. Qo'limga ham yirtilib qolmaydi mana. Bu zakasimizdan qarovul bozorga chiqargandim. Eslaringizga bo'lsa, faqatgina uni po'pagi oranjeviy edi. Bunaqa edi. Buni po'pagini almashib bilinib turishi uchun, boshqa zakasligi bilinishi uchun mana seriy svet qo'ydim. Nasib bo'lsa, tayyor bo'lgan holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Ertadan bu zakasimizni tikishni boshlayman.